Obunachilarim talablariga ko'ra, sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun 2 farzandli ona challenge'ini yana boshladim. Sizlar meni podдержка qilsanglar xursand bo'laman. Issiq kunda oxirgi payt umuman choy ichmayapti-dek, lekin ertalab ichilgan choyda baraka bo'ladi. Chiroyli qilib zavtrakni tayyorlab, oila a'zolarimni xursand qilsam, o'zimni ham, ularni ham kunimiz barakali bo'ladi. Har kuni uyimni umumiy yig'ishtirganimdan tashqari, anchadan beri yig'ishtirilmay qo'ygan joylarni tozalab qo'yishga harakat qilaman. Masalan, bugun oyoq kiyimlar polkasini tozalab, oyoq kiyimlarni ham bir sidra artib qo'ydim. Orada reklamli video syomkasi bor edi. U yoqqa borib videoga olib keldim. Uyga kelib mevalardan kompot solib qo'ydim. Bolalarim uxlayotgandan foydalanib, kechqurungi ovqatni ham qilib qo'ya qoldim. To'g'risi, bu ovqatni pishirish jarayoni menga uncha yoqmaydi, chunki tovuqni qovurayotganda sachrab, hamma yoq yog' bo'lib ketadi. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan, hammamizning eng yaxshi ko'rgan ovqatimiz. Ovqat pishguncha qizlarimni cho'miltirib, sochlarini to'g'rilab qo'ydim. Hammom bilan xonamiz shunaqa bardak holga keladi. Bu yo'llarni ham bir ro'paradga qilib, qizim bilan birga ovqatlanib oldik. Uydagilar ishdan kech kelishadi, ularni kutsak, ancha kech bo'lib qoladi. 2 farzandli ona hayoti qiziq bo'lsa, profilimga obuna bo'lib qo'ying.